Bugun men sizga juda muhim masalani tushuntirib beraman. Pensionerlarga ayrim muassasalarga kirish taqiqlanadi. Endi pensionerlar bu joylarning ostonasiga ham qo'yilmaydi degan gaplar nimani anglatadi? Bu haqiqatdan ham hamma pensionerlarga tegishlimi yoki odamlarni qo'rqitish uchun tarqatilayotgan noto'g'ri talqinmi? Bu ma'lumot har bir oilaga tegishli. Chunki deyarli har bir xonadonda ota-ona, bobo buvi yoki pensiya yoshdagi yaqin inson bor. Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki men oddiy tilda tushuntiraman. Qaysi holatda pensionerni kiritmaslik qonuniy bo'lishi mumkin? Qaysi holatda bu mutlaqo noqonuniy? Qanday hujjat talab qilinadi? Rad etsa nima qilish kerak? Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki bunday huquqiy va ijtimoiy mavzularni bilmaslik odamni navbatda sarson qiladi, pulidan, vaqtida va eng yomoni sog'lig'idan ayiradi. Avvalo eng muhim narsani aniq aytib qo'yaman. Pensioner degani huquqi kam odam degani emas. Pensioner ham fuqaro, uning ham davlat idoralariga, banka, poliklinikaga, ijtimoiy xizmatlarga, sudga, notariusga, mahalla idorasiga, pochta va boshqa xizmat ko'rsatuvchi joylarga murojaat qilish huquqi bor. Hech kim siz pensionersiz, kirmaysiz deb umumiy tarzda ishdan qaytarishga haqli emas. Lekin oxirgi vaqtlarda ayrim joylarda tartib kuchaygani rost. Bu tartiblar asosan 3 ta sabab bilan bog'liq. Xavfsizlik, tibbiy sanitariya talablari va xizmatlarning elektron shaklga o'tkazilishi. Ya'ni ayrim muassasalarda hamma xohlasa kiraveradi degan eski tartib o'zgargan. Oldin pensioner biror idoraga borib, eshik oldidagi qorovulga men pensiya masalasida keldim desa, ichkariga kirib ketardi. Hozir esa ko'p joylarda oldindan yozilish, elektron navbat, shaxsni tasdiqlovchi hujjat, yo'llanma yoki ruxsatnoma so'raladi. Mana shu o'zgarish odamlar orasida noto'g'ri tushunilmoqda. Kimdir bankka borgan. Ichkarida odam ko'p bo'lgani uchun tashqarida kuttirishgan. Kimdir shifoxonaning yopiq bo'limiga kirmoqchi bo'lgan, navbatchi kiritmagan. Kimdir ijtimoiy himoya bo'limiga eski hujjatlar bilan borganda. Endi bu xizmat onlayn yoki mahalla orqali deyishgan. Shundan keyin pensionerlarni kiritmayapti degan gap tarqaladi. Aslida esa masala pensionerlik maqomida emas, muassasaning ishki tartibi, ruxsat rejimi va xizmat turi bilan bog'liq. Oldin ko'p xizmatlar qog'oz hujjat orqali bevosita idoraga borib hal qilinardi. Pensiya miqdori, qayta hisob-kitob, plastik karta, nafaqa, kompensatsiya, imtiyozli dori, sanatoriy yo'llanmasi yoki tibbiy ko'rik uchun bir nechta eshikni aylanardi. Masalan, avval odam pensiya masalasi bilan mahallaga borardi, keyin tuman pensiya bo'limiga, keyin bankka, keyin yana arxiv ma'lumotnomasi uchun boshqa idoraga. Bu jarayonda pensioner kunda 3-4 soat navbatda turishi, yo'lga pul sarflashi, ba'zan bir hujjat yetmagani uchun ertasi kuni yana borish kerak bo'lardi. Hozir esa ko'plab xizmatlar markazlashmoqda. Ayrim ma'lumotlar idoralar o'rtasida elektron almashiladi. Fuqaro har bir kabinetga kirishi shart emas. Bu yaxshi tomoni. Ammo amalda muammo shundaki, hamma pensioner ham telefon, internet, elektron navbat, SMS xabarnoma, plastik karta, mobil ilova bilan ishlay olmaydi. Natijada odam endi kirish mumkin emas degan gapni eshitib, o'zini chetga surilgandek his qiladi. Masalan, banklarda naqd pensiya olish tartibi o'zgargan holatlar bo'ladi. Avval pensioner har oyning ma'lum kunida bank kassasiga borib pulini olgan. Hozir ko'p pensiyalar kartaga tushadi. Bank xodimi kassaga kirmaysiz, karta orqali oling. Bankomatdan yechim yoki yaqin insoningiz yordam bersin deyishi mumkin. Bu kirish taqiqi emas, xizmat shaklining o'zgarishi. Lekin pensioner kartaning PIN kodini bilmasa, bankomatdan foydalana olmasa, unga tushuntirish shart. Bank, siz pensionersiz, biz siz bilan ishlamaymiz deyishga haqli emas. U xizmat ko'rsatishning boshqa usulini taklif qilishi kerak. Yana bir misol, poliklinika va shifoxonalarda. Oldin pensioner istalgan vaqt shifokor eshigi oldiga kelib navbatga turardi. Hozir ayrim joylarda oldindan ro'yxatdan o'tish, oilaviy shifokor yo'llanmasi, elektron navbat bo'lishi mumkin. Agar pensioner to'r mutaxassisga, masalan kardiolog yoki endokrinologga bormoqchi bo'lsa, undan avval terapevt yoki oilaviy shifokor yo'llanmasi talab qilinishi mumkin. Bu ham pensioner kirish taqiqlandi degani emas. Bu tibbiy oqimni tartibga solish, navbatni kamaytirish, shoshilinch bemorlarni birinchi ko'rish uchun qilinadi. Birinchi navbatda yolg'iz yashaydigan pensionerlar ehtiyot bo'lishi kerak. Chunki ular ko'pincha yangi tartiblarni bilmaydi. Telefoniga kelgan SMS'ni o'qimaydi, kartadan foydalanmaydi. Biror idoraga borganda esa
onlayn qiling degan javobni eshitib qaytib ketadi. Agar bunday insonning yaqinlari bo'lmasa, u o'z haqqini ola olmay qolishi mumkin. Ikkinchi guruh nogironligi bor pensionerlar. Masalan, yurishi qiyin, ko'z yaxshi ko'rmaydi, eshitishi past, xotirasi sust. Bunday odam idoraga kirishda qorovul yoki navbatchi bilan gaplashib, muammoni tushuntirib bera olmasligi mumkin. Agar muassasa faqat elektron navbat desa, lekin pensioner elektron navbat ola olmasa, unga alohida yordam ko'rsatilishi kerak. Amaliyotda esa har doim ham shunday bo'lavermaydi. Uchinchi guruh pensiya miqdori o'zgargan, qayta hisob-kitob ish staji, arxiv ma'lumoti, aliment, ijro hujjati, qarzdorlik yoki bank kartasi bilan muammosi bor pensionerlar. Chunki bunday masalalar oddiy pul tushdimi, tushmadimidan ko'ra murakkabroq. Masalan, bir pensioner 1990-yillarda zavodda ishlagan, lekin mehnat daftarchasidagi yozuv noaniq. U qayta hisob-kitob uchun arxivdan ma'lumotnoma olishi kerak. Arxiv binosi esa ruxsat rejimida bo'lishi mumkin. Ichkariga hammani kiritavermaydi. Bu holatda pensioner ariza topshiradi. Arxiv xodimi hujjatni o'zi izlaydi, javobni belgilangan tartibda beradi. Pensioner arxiv omboriga kirib papka qidirishi shart emas va ko'pincha ruxsat ham berilmaydi. Agar siz pensiyangizni kartadan olayotgan bo'lsangiz, sog'lig'ingiz bo'yicha poliklinikada ro'yxatdasiz, hujjatlaringiz joyida, telefon raqamingiz bank va ijtimoiy idoralarda to'g'ri ko'rsatilgan bo'lsa, vahimaga tushishingiz shart emas. Sizga umumiy kirish taqiqi yo'q. Siz faqat kerakli tartibga rioya qilishingiz kerak. Hujjat bilan borasiz, navbat olasiz. Murojaat mazmunini aniq aytasiz. Masalan, 18 yoshli otaxon pensiyasini har oy plastik kartadan oladi. Bankomatdan pul yechishni o'g'li o'rgatgan. Telefoniga bankdan xabar keladi. Unda muammo yo'q. U har oy bank ichiga kirib kassada turishi shart emas. Bu uning huquq cheklangani emas, aksincha vaqti tejalganidir. Yana bir misol. 72 yoshli onaxon diabet bilan hisobda turadi. U oilaviy shifokor orqali endokrinologga yoziladi. Kerakli dorilar ro'yxatini oladi. Agar shifoxonaning reanimatsiya yoki yuqumli kasalliklar bo'limiga da qarindosh ko'rishga kiritishmasa, bu onaxon pensioner bo'lgani uchun emas, balki bo'lim yopiq rejimda ishlagani uchun. Bunday joylarda yosh bo'lsa ham, pensioner bo'lsa ham ruxsatsiz kirish mumkin emas. Birinchisi rejimli va xavfsizlik talab qilinadigan obyektlar. Masalan, harbiy qism, ichki ishlar organlarining ayrim xizmat xonalari, sud binosining ayrim yopiq zonalari, prokuratura yoki tergov xonalarining ichki hududi, bankning pul saqlanadigan qismi, arxiv omborlari, server xonalari. Bu joylarga oddiy fuqaro ham, pensioner ham ruxsatsiz kirmaydi. Agar sizda murojaat bo'lsa, qabulxonaga kirasiz, ariza topshirasiz, mas'ul xodim bilan belgilangan joyda gaplashasiz. Ammo ichki kabinetlar, maxfiy hujjatlar saqlanadigan xonalar. Xizmat hududlariga kiritilmasligingiz qonuniy bo'lishi mumkin. Ikkinchisi, tibbiy muassasalarning yopiq bo'limlari. Reanimatsiya, operatsiya bloki, yuqumli kasalliklar bo'limi, karantin hududi, laboratoriyaning maxsus zonalari. Bu yerda gap hurmatsizlikda emas, bemorlar xavfsizligida. Masalan, pensioner nabirasini ko'rish uchun shifoxonaga boradi. Navbatchi hozir kiritmaymiz, belgilangan tashrif vaqti bor deydi. Bu holatda pensioner meni kamsityapti deb o'ylamasligi kerak. Biroq muassasa unga qachon kelish mumkinligini, kim bilan bog'lanishini, qanday ruxsat olishni tushuntirishi shart. Uchinchisi, ta'lim muassasalari. Maktab, bog'cha, kollej hududiga kirish hozir ko'p joylarda qat'iy nazorat qilinadi. Bobo yoki buvi nabirasini olib ketishga kelgan bo'lsa, undan shaxsni tasdiqlovchi hujjat, ota-onaning roziligi yoki oldindan berilgan ro'yxatda ismi bo'lishi talab qilinishi mumkin. Bu juda muhim, chunki bolalar xavfsizligi birinchi o'rinda turadi. Agar bu men har kuni kelaman, meni hamma taniydi desa ham, yangi qorovul yoki navbatchi ro'yxatga qaraydi. Bu pensionerga qarshi chora emas, bolani begona odam olib ketmaslik uchun qo'yilgan tartib. To'rtinchisi, banklar va moliya tashkilotlarining ayrim ichki zonalari. Bank mijozlar zaliga kirishingiz mumkin, lekin kassaning ichki qismi, inkassatsiya zonasi, xodimlar xonasi, arxiv joyi yopiq bo'ladi. Agar pensioner kartasi bloklangan bo'lsa, u mijozlar bo'limida ariza yozadi. Meni ichkariga, boshliqning oldiga kiriting deb talab qilish har doim ham to'g'ri emas. Avval operator, keyin bo'lim boshlig'i, keyin yozma murojaat tartibi bor. Beshinchisi, xizmatlar elektron yoki yagona markaz orqali ko'rsatiladigan idoralar. Masalan, ayrim ijtimoiy to'lovlar, ma'lumotnomalar, ro'yxatga olish, navbatga qo'yish xizmatlari
Endi bevosita kabinet yurib emas, yagona darcha mahalla kal markaz yoki elektron tizim orqali bajariladi. Pensioner eski odat bo'yicha tuman idorasiga boradi. Lekin unga bu yerda qabul qilinmaydi. Mana bu markazga boring yoki arizani mahalla orqali bering deyishadi. Bu ham kirish taqiqi emas, yo'nalish o'zgarganidir. Endi istisnolarni tushuntiraman. Agar pensionerning hayoti yoki sog'lig'iga xavf bo'lsa, hech qanday oldindan yozilish bahona bo'la olmaydi. Masalan, ko'krakda og'riq, insult belgilari, nafas qisishi, hushdan ketish, qon bosimi juda yuqori bo'lishi, qand miqdori keskin tushib ketish kabi holatlarda tez tibbiy yordam yoki shoshilinch qabul ishlashi kerak. Bunday vaziyatda ertaga keling, navbat oling. Siz pensionersiz kuting deyish xavfli va noto'g'ri. Yana bir istisno. Nogironligi bor shaxslar va harakatlanishi qiyin pensionerlar uchun muassasa imkon qadar qulaylik yaratish kerak. Pandus o'tirish joyi, navbatda yengillik, hujjatni qabul qilishda yordam. Tushunarli izoh berish kabi narsalar shunchaki iltimos emas, insoniy va huquqiy majburiyatdir. Agar tag'inimi yoshli onaxon zinadan chiqolmasangiz kelmang deyish mumkin emas. Xodim pastga tushib arizasini olishi yoki boshqa qulay yo'l ko'rsatish kerak. 3-istisno. Rasmiy qabul kunlari. Davlat idoralarida rahbar yoki mas'ul xodimlarning qabul kunlari bo'ladi. Agar pensioner yozma murojaat qilgan bo'lsa, uni umuman eshikdan qaytarish to'g'ri emas. To'g'ri ichkariga kirish tartibi, tekshiruv, hujjat, navbat bo'lishi mumkin. Lekin murojaatni qabul qilmaslik, arizasini olmaslik, pensionerlar bilan ishlamaymiz deyish mutlaqo asossiz. Eng ko'p uchraydigan tuzoq og'zaki rad javobi. Pensioner idoraga boradi. Eshik oldida kimdir bo'lmaydi, kiritmaymiz deydi. Pensioner uyiga qaytadi. Ertasi kuni yana boradi, yana qaytadi. Natijada muammo hal bo'lmaydi. Men doim aytaman, agar sizni kiritishmasa yoki murojaatni qabul qilishmasa, og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Kim rad etdi? Nima sababdan rad etdi? Qaysi tartibga asosan rad etdi? Shuni so'rang. Agar muammo jiddiy bo'lsa, yozma javob talab qiling. Ikkinchi tuzoq, hujjatsiz borish. Ko'p pensioner meni tanishadi deb o'ylaydi. Ammo hozir ko'p muassasalarda tanish bilish bilan emas, hujjat bilan ishlanadi. Shaxsni tasdiqlovchi hujjat bo'lmasa, bankda ham, notariusda ham, ayrim davlat xizmatlarida ham ish bitmaydi. Hatto o'zingizning pensiya kartangiz bo'lsa ham, karta egasi aynan siz ekaningizni tasdiqlash kerak bo'ladi. 3-tuzoq, ishonchnomasiz birovning ishini bitirish. Masalan, o'g'il otasining pensiya kartasi bo'yicha bankka boradi, lekin ishonchnomasi yo'q. Bank ma'lumot bermaydi. Keyin pensionerlarni kiritmayapti, pulini bermayapti degan gap chiqadi. Aslida bank sir saqlashi kerak. Agar pensionerning o'zi bor olmasa, notarial ishonchnoma yoki qonunda belgilangan boshqa vakillik hujjati kerak bo'ladi. 4-tuzoq, telefon raqami eskirib qolishi. Pensiya, bank, ijtimoiy to'lovlar bo'yicha xabarlar ko'pincha telefon raqamiga keladi. Agar pensioner eski raqamni ishlatmay qo'ygan bo'lsa, xabarni ko'rmaydi. Keyin menga aytishmadi deydi. Shuning uchun har bir pensionerning amaldagi telefon raqami bankda, poliklinikada, mahallada va tegishli idoralarda to'g'ri ko'rsatilgan bo'lishi kerak. 5-tuzoq, firibgarlar. Pensionerlarni endi idoraga kiritmaydi. Men sizga pul evaziga hujjat qilib beraman. Kartangizni menga bering, pensiyangizni chiqarib beraman. PIN kodni ayting, yordam beraman degan odamlardan ehtiyot bo'ling. Hech qachon bank kartangiz PIN kodini, SMS kodni, pasport ma'lumotlaringizni begona odamga bermang. Haqiqiy xodim sizdan SMS kodni so'ramaydi. Endi nima qilish kerakligini aniq aytaman. Agar siz pensioner bo'lsangiz yoki uyingizda pensioner bo'lsa, birinchi qadam hujjatlarni tartibga keltiring. Shaxsni tasdiqlovchi hujjat, pensiya guvohnomasi yoki pensiya olishingizni tasdiqlovchi ma'lumot, bank kartasi, telefon raqam, tibbiy hujjatlar, nogironlik bo'lsa tegishli ma'lumotnoma. Ishonchnoma kerak bo'lsa notarial hujjat alohida papkada tursin. Papkaning ustiga telefon raqamlarini yozib qo'ying. Farzandlari, mahalla mas'uli, oilaviy shifokor, bank kol markazi. 2-qadam. Boradigan joyingizni oldindan aniqlang. Masalan, pensiya miqdori bo'yicha savolingiz bo'lsa, avval qaysi tashkilot mas'ul ekanini biling. Bank faqat pul tushishi va karta bo'yicha javob beradi. Pensiya hisob kitobi bo'yicha bank emas, tegishli pensiya yoki ijtimoiy himoya organi javob beradi. Poliklinika dori va yo'llanma bo'yicha yordam beradi, lekin pensiya qayta hisob kitobini qilmaydi. Har bir masalaning o'z eshigi bor. 3-qadam, idoraga borganda murojaatni aniq ayting.
menga yordam kerak deyish o'rniga pensiyam 1 ming so'm kam tushdi. Sababini yozma tushuntirib berishingizni so'rayman deng. Yoki bank kartam ishlamayapti, kartani tiklash va PIN kodni yangilash bo'yicha ariza bermoqchiman deng. Yoki shifokor yo'llanmasi asosida kardiolog qabuliga yozilmoqchiman deng. Aniq gap xodimga ham yordam beradi. Sizning ishingiz ham tezroq bitadi. 4-qadam ariza yozishni o'rganing. Arizada kimga murojaat qilayotganingiz, ismingiz, manzilingiz, telefon raqamingiz, muammo mazmuni, talabingiz va sana bo'lishi kerak. Masalan, mening pensiya to'lovim falon oyda odatdagidan kam tushdi. Berishingizni, sababini tushuntirib berishingizni va agar xatolik bo'lsa, qayta hisob-kitob qilishingizni so'rayman. Arizani bir nusxasini topshiring. Ikkinchi nusxasiga qabul qilingan sanani va raqamni qo'ydiring. Shunda siz murojaat qilmagansiz deyish olmaydi. 5-qadam agar kiritishmasa, janjal qilmang, lekin jim ham ketmang. Navbatchidan yoki xodimdan muloyimlik bilan so'rang. Qaysi tartibga asosan kiritilmayapman? Murojaatimni qayerga topshiraman? Mas'ul xodim kim? Yozma javob olsam bo'ladimi? Agar haqorat qilishsa, kamsitishsa. Arizangizni olishmasa, yuqori turuvchi tashkilotga, ishonch telefoniga yoki qonuniy murojaat kanallariga yozing. 6-qadam. Farzandlar va yaqinlar pensionerlarni yolg'iz tashlab qo'ymasin. Bir marta bankomatdan pul yechib berish yetarli emas. Unga PIN kodni yodlatish emas, xavfsiz saqlashni tushuntirish kerak. Telefoniga kelgan SMS nima ekanini ko'rsatish kerak. Qaysi hujjat qayerda turishini bilish kerak. Agar ota-onangiz 75-80 yoshda bo'lsa, muhim idoralarga birga boring. Bu uyat emas, bu g'amxo'rlik. 7-qadam. Tibbiy holat bo'yicha oldindan reja tuzing. Qaysi poliklinikaga biriktirilgan oilaviy shifokor kim? Surunkali kasalliklar ro'yxati, ichadigan dorilari, allergiyasi, tez yordam chaqirish zarur bo'lgan holatlar yozib qo'yilsin. Shifoxonada kirish cheklovi bo'lsa ham bemor haqida ma'lumot olish. Shifokor bilan belgilangan vaqtda gaplashish, kerakli narsalarni topshirish tartibi bo'ladi. Men bu mavzuda eng asosiy fikrni yana bir bor takrorlayman. Pensionerlarni barcha muassasalarga kirishini umumiy taqiqlaydigan qoida bo'lishi mumkin emas. Agar kimdir shunday desa, avvalo rasmiy asosini so'rang. Lekin ayrim muassasalarda xavfsizlik, sanitariya, elektron navbat, ruxsatnoma, yo'llanma yoki xizmat tartibi sababli kirish cheklanishi mumkin. Farq mana shunda. Fuqaroning huquqini cheklash boshqa, tartib asosida xizmat ko'rsatish boshqa. Pensionerlar eng hurmatga loyiq qatlamlardan biri. Ular umr bo'yi ishlagan, soliq to'lagan, farzand tarbiyalagan, jamiyatga hissa qo'shgan insonlar. Shuning uchun ularga qo'pol muomala qilish, eshikdan qaytarish, tushuntirmasdan rad etish, hujjatini olmaslik to'g'ri emas. Shu bilan birga, pensionerlar va ularning yaqinlari ham yangi tartiblarni bilishi, hujjat bilan yurishi, arizani yozma berishi, firibgarlardan ehtiyot bo'lishi kerak. Agar siz yoki yaqinlaringiz shunday holatga duch kelgan bo'lsangiz, izohlarda yozing. Qaysi muassasa, qanday vaziyat, nima deb javob berishdi. Men keyingi videolarda eng ko'p uchrayotgan muammolarni alohida tahlil qilib beraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni ota-onangiz, bobo-buvingiz, qarindoshlaringizga yuboring. Chunki bitta to'g'ri ma'lumot pensionerni bir necha kunlik sarsonlikdan, ortiqcha xarajatdan va asabiylashishdan saqlab qolishi mumkin.